Konsalting firmalar o'quvchilar jo'natyapti turganda Koreya haqiqatni aytib jo'natinglar. Ana o bechara studentlar makka kelib olib, o'ynaganiga pul bermaydi kariz. 17 soat, 16 soat, 10 soat tekbir ishlash azob. Buni Koreyadagi studentlar yaxshi biladi juda. Ashini miyasiga uqtirib jo'natinglar. Oyiga 4000, 5000 topasan deb jo'natmasdan. Keyin sen keladigan student ag'bag'ingga qarabki, pul olibki o'zing bilan normalniy betda birov seni ish bilan ta'minlab qo'ymaydi. Konsalting firma ish topib beraman, uy topib beraman deb aytadi. Bo'xti ham qilib bermaydi. Makka kelgandan keyin o'zingni holingga tashab qo'yadi. Birov sening uchun betda g'am urmaydi. O'zing uchun o'layapsan Koreyada. Men nimaga videolarimda faqat Koreya haqiqatini, minuslarini aytib chiqaman? Chunki plus konsalting firmalar plusini aytib to'ydirib yuboradi senlarni. Men faqat minuslarni aytib chiqaman. Sen o'zingga qarab, keyin kelmoqchi bo'lsang, agar bu videoni Koreyaga kelmoqchi bo'lgan do'stingizga yuboring yoki kelib bo'lgan do'stingizga yuboring. Izohlarda fikringizni yozib qoldiring.